Ramazonda iftorlik uchun asosan suyuq taomlar tayyorlanadi. Biz o'zbeklar esa mastavani juda ham yaxshi ko'ramiz. Man degan mehmoningizni og'zida bir umr ta'mi qoladigan bochkani mastavasini yig'latib yuboradigan eng zo'r mastava retseptini men sizlarga beraman. Eng asosiysi bir dunyo go'sht olishimiz shart emas. Bir bo'lakkina go'shtingiz bo'lsa bo'ldi. Siz tez like bosib turing, mengacha sizga retsept qoldiraman. Taxminan 100-150 gram go'shtimizni mayda kubik qilib to'g'rab olamiz. Qozonimizga yog'ni qo'yamiz va qizdirib olamiz. Qizigan yog'imizga go'sht, xolodilnik qatatidir qolib ketgan mayda suyaklar va chesnok universal priprava solib, go'shtimizni suvlari chiqqungacha qovuramiz. Mayda to'g'ralgan piyozni ham solib, qizarguncha qovuramiz. Qizil sabzi, oq turop va basayka romini ham mayda kubik qilib to'g'rab, ketma-ket solib qovuramiz. Mayda to'g'ralgan kartoshka, tomat pastasi, tuz solib, sabzavotlarni qovurish esdan chiqmasin. Eng oxirida esa svetofor bolgarskiy va 1 choy qoshiq shakarni solamiz va oldindan qaynatib olgan suvimizni solib, miltiratib qaynatamiz. Qaynash jarayonida zelin sovorsanglar yana ham mazali bo'ladi. Mastavamiz quyuqroq va shirali bo'lishi uchun kraxmalga suvni aralashtirib, uni ham solib qaynatishda davom etamiz. Va 2 soatdan so'ng sizda dunyodagi eng mazali mastava tayyor bo'ladi. Oldindan gurchlarimizni dimlab pishirib qo'yish esdan chiqmasin. Tayyor bo'lgan mastavamizni Albino o'z profilidan xarid qilgan mehmonlar uchun mo'ljallangan eng chiroyli idish naborlarimizga solamiz va chiroyli podacha qilib dasturxonga tortamiz. Bunaqa mazali va shirali mastavani man degan palon pulli catering xizmatlaridan ham topa olmaysiz. Albatta tayyorlab ko'ring. Yoqimli ishtaha.